Sizlarda ham issiq bo'lyaptimi? Konditsioner ham yetmayapti-yu, ventilyatorda sovuq zari. Ventilyator ham yordam bermayapti-yu. Mencha muzdi aya uyingiz. Konditsioneringiz ham yo'q, qanaqa qilib muzligini o'tiribsiz tellamasdan? Ha bolajonim, menga dadajoning tom bilan polni pena-beton qilib berganimizdekgina o'tirsin deb o'shanchimizda yetagi yo'q. Jigarlar, endi qimmat konditsionerda umuman kerak yo'q. Siz ham menga o'xshab xonadoningiz tomini va polini pena-beton qildiring, hamma konditsionerda buzib tashaverasiz. Nimaga? Yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Konditsioner pechkani umuman kerak yo'q. Ko'rasizlarmi, akalarimiz shunaqangi qalin qilib beryapti. Aka, polga nechi pul, tomga nechi pul narxlari? Tomga aka 45 mingdan, polga 55 mingdan aka bo'ladi. 10 ming farqi bor xolos. 10 ming farqi bor. Farqi endi qalinligidanmi? Qalinligida. Va semenni ko'p qo'shilishida. Semenni ko'p qo'shilishida. Qalinligiga e'tibor berib qo'yasizlar, mun qarang. Mun qarang. 7 santimetr. Akalarimiz xonadoningizga borib, polingizni ham, tomingizni ham xuddi shunday mustahkam sifatli pena-beton qildirib beradi. Siz bozorga bor, semen ol, qum ol, usta chaqirdi, endi kerak yo'q. Xonadoningizga endi pena-betonchilar boradi.